Ma'lumotlarga ko'ra, Amir Temurning Shimoliy Kavkazdagi yurishlari yo'nalishini tahlil qilish uning harakatlarida tarqoq zarbalarni emas, balki butun mintaqani zabt etadigan aniq va izchil tizimni aniqlashga imkon beradi. U g'arbdan sharqqa harakat qilib, mintaqani bosib ola boshladi. Temur qo'shinining ort tarafi va jangovar tayyorgarligining ishonchligiga amin bo'lsa-da, bir yurishni tugatib, qo'shni hududlarga yurishga shoshmadi, balki Pitigoriyadagi bosh qarorgohga dam olish uchun qaytdi. Keyin Kuma daryosi bo'yiga bordi. Shunday qilib, birinchi yurish paytida u Cherkes mintaqasini, Shimoli-G'arbiy Kavkaz, ikkinchi kampaniyada Bo'riberdi va Burakan o'lkalarini, zamonaviy Pitigoriya va zamonaviy Karachayeva-Cherkesiya hududini bosib olindi. So'ngra Taus va Kula, Kabardino-Balkariya hududi mintaqasiga 3-yurishini qildi. Va 4-kampaniya davomida Pulada, Shimoliy Osetiya bosib olindi. Pitigoriyadagi navbatdagi hordiqdan keyin Simsim mamlakatiga zarba berildi. Simsim viloyati hozirgi Chechen-Ingushetiya hududidir. Simsim viloyatida G'ayurxon nomini olgan hokim bo'lgan. Bu mamlakatning alohida hududlari vassallar boshchiligidagi hududga ajratilgan. Temur qo'shini bir zarba bilan mintaqaning tekislik qismini egallab oldi. Ammo Simsim aholisining bir qismi bo'ysunishni istamaganlar ortga chekinib, tog'lardagi yetib borish qiyin bo'lgan joylarni egallashgan va Temur bilan kurashni davom ettirishgan. U 1395-yil aprelda Pritirechniya qishloqlarini bosib olgandi.